Guzmaniya gulimiz gullab bo'lgandan keyin o'zini yonidan 3ta detka chiqaribdi. Bugun bitta kattarog'ini olib, boshqa tuvakka ekishimizni ko'rsatamiz. Buning uchun kichikroq ikkita tuvakcha olgan edim. Keyin esa detkalarini bitta kattarog'ini ekib, ikkinchisini keyinroq ekadigan bo'ldim. Mayli, tayyor bo'lib turaversin. Mana guzmaniya gulimizni tomirini chiqaryapmiz. U judayam baquvvat ekan. Mana tomiri chiroyli, bir-biriga shunaqangi mustahkam chirmashib ketgan. Judayam baquvvat tomirlari. Mana guzmaniya gulimizning kattaroq detkasini boshqa tuvakka ekdik. Ikkita kichikroq detkasini esa qoldirdik. Endi kutamiz. Xudo xolasa u ham gullaydi.